Yangi hayot tumanidan uchastka qidirib yurganlarimiz uchun yaxshi taklifimiz bor. Aniq lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Yangi hayot tumani Food Citydan 4 kilometr o'tganda, katta yo'ldan 50 metr kirganda joylashgan. Yer maydoni 8 sotixga ega, 8 ta xonadan iborat. Ana endi men sizlarga video davomida ichkari qismini ko'rsatib, narxlari bilan aytib o'taman. Ko'rib turganinglardek, bu namunali uyimizda ikkita aka-uka bemalol yashasa bo'ladi. Uy ichkari qismiga kirish uchun ikkita darvoza o'rnatgan ekanlar. Egalari bu uyimizga $230,000 so'rashyapti. Albatta o'tib beradigan joyi bor. Ega raqamni opsiyanada qoldiramiz. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga joylaymiz. Bizani kuzatishda davom eting.